Lactafit ichayotganimga bir oy bo'lyapti. Bir oyda juda ham zo'r rezultat ko'rdim. Mani ertalabki tongim Lactafit kollagenlarni ichish bilan boshlanadi. Turmush o'rtog'im ham Lactafit kollagenlarni ichish boshlaganlar. Ha, kollagenni ham erkaklar bemalol ichsa bo'ladi. Zavtraklarimizni qilib bo'lgach, qizimni erimga topshirdim. Прогулочка qilgani ketdilar. Men ishlarimni bemalol qilish uchun. Qizimga obedga ovqat tayyorlab qo'ydim. Qizim 11 oylik bo'ldi. Mol go'shtidan ovqatlar tayyorlab berishni boshlaganman. Qizimga nima ovqatlar tayyorlab berishim va kun davomida nimalar berishim haqida juda ham ko'p mamashlar so'ragan. Bu haqida video qo'yaman. Bu yo'lga o'zimizga kechki ovqat boshlaganman, saryoga suyuq ovqat qilyapman. Suyuq ovqat kamdan kam holatda biz qilamiz, chunki Sardor akam yaxshi ko'rmaydilar. Endi ko'ramiz kechga qanaqa icharkanlar bu suyuq ovqatni. Orada Xitoydan zakaz qilgan tovarlarim ham yetib keldi. Shunda uyimizdan tayagacha olib kelib berishadi. Hali raspakovka videoyimni alohida chiqazaman. Voy qizlar, ovqatim shunaqangi mazali bo'libdi. Saryolarga qilgan edim, o'zim maza qilib ichib oldim. Qani erim ichmay ko'rsinlarchi bu ovqatni. Orada qizimni ham ovqatlantirib oldim. Momojin Samarqandga ketgandilar. Samarqandda bizga shunaqa podarочкаlar olib kelibdilar va qizimga tug'ilgan kuniga shunaqa kelin ko'ylakchi. Hali kelin ko'ylagini ko'rsataman podrobniy. Bu kelin ko'ylakni dadajon, ya'ni Sardor akamni dadalari berib yuboribdilar. Bu yoqda qizim bilan raspakovka videosini olyapmiz. Bu safar raspakovka videomi qizim bilan birgalikda qildik. Erim ham ishdan keldilar, ovqat shunaqa maqtab maza qilib yeb oldilar. Hayriyat, erimga yoqdi suyuq ovqat. Erimga ovqatlarni suzib beraman degunimgacha buni qaranglar, bu qizni nimalar qilib chiqqanini ko'ryapsizlarmi? Kashmar, sizlarda ham shunaqami qizlar? Uylarni yig'ishtirib qizimni ham chumultirib oldim. Oppoqqina qiz bo'lib qolganini qaranglar, yuzlariga, badanlariga kremlarni surtib oldim. Qizimga mana shu variantda body losyonni ishlataman, yuziga Mio Baby'ni kremini ishlataman. Menga podpiska bosmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ying. Undan ham qiziqarli videolarni meni profilimda topasiz.